Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga oldingi xoch-simon boylami jarohatini aniqlashga yordam beradigan Lachman testini ko'rsatib beramiz. Lachman testi bemorni yuqoriga qarab yotgan holatda bajariladi. Testni bajarishda sog'lom va nosog'lom tizza bo'g'imi bir-biriga taqqoslab tekshiriladi. Shifokor bir qo'li bilan sonning pastki qismidan va ikkinchi qo'l bilan boldirning yuqori qismidan mustahkam ushlaydi. Sonni stabilizatsiya qilgan holatda boldirni orqaga tortiladi. Bunda tizza bo'g'imi 20-30 gradusga bukilishi hisobga olinadi. Sog'lom tomonga nisbatan jarohatlangan tomonda yuzaga keladigan nostabillik testning musbat ekanligini, aksi esa testni manfiy ekanligini ko'rsatadi. Lachman testining Donaldsonga ko'ra sezuvchanligi 99% ni tashkil etadi. Ushbu test oldingi xoch-simon boylami shikastlarida klinik jihatdan eng samarali va ishonchli usullardan biri hisoblanadi.